Ushbu epizodda yana bir boshqa virus haqida gaplashib o'tamiz. Uning nomi parvovirus. Parvovirus oilasining B19 turi hisoblanadi. Buni mana bu samolyotda B19 deb nomlangan modeli yordamida ham o'rgansak bo'ladi. Bu virusdan boshqa viruslardan bitta farqi bor. Bunda bu ham DNK'li virus hisoblanadi, lekin ularda double stranded, ya'ni ikki zanjirli emas, bir zanjirli ekanligi o'ziga xosligi hisoblanadi. Biz buni mana bu samolyotni bitta yo'lakdan uchib ketayotganligi orqali ifodalasak bo'ladi. Endi bu virusning o'ziga xosliklaridan biri bu eritroid prekursor hujayralarni zararlash, ya'niki eritrositlar ishlab chiqarilishiga ta'sir qilishi hisoblanadi. Ya'ni umuman virus haqida aytadigan bo'lsak, qisqa qilib bu single stranded DNA, ya'niki bir zanjirli DNK hisoblanyapti, qobiqsiz. Bu mana bu haykal borligi orqali ifodalasak bo'ladi. Va mana bu joyda bola xuddi shaharning maketi, kichiklaytirilgan maketini o'ynayotganligi ifodalangan. Bu orqali virusning o'zini juda kichkina ekanligini bilsak bo'ladi. Kasallik qanday yuqib oladi desak, asosan havo tomchi yo'l orqali, mana bu bolani pistoletda otayotgan suv tomchilari orqali bilsak bo'ladi. Ya'ni yo'talganda, aksirganda yuqib olish mumkin. Bundan tashqari ba'zi holatlarda qon yoki qon preparatlari, hattoki shu transplant sanitar yo'l orqali o'tib qolishi ham mumkin. Endi mana bu joyda ozodlik haykali tasvirlangan va uning qo'lida olov turibdi. Bu olov shu torch edi, ya'ni torch infeksiyasi guruhiga kirishi orqali biz buni bilsak bo'ladi. Endi keltirib chiqarayotgan kasalliklari qanaqa bo'ladi desak, dastlab mana bu ayiqcha, ishib ketgan ayiqcha, uni oldingi darslarda ham gaplashgan edik. Buni shu eslayotgan bo'lsanglar, Hydrops fetalis deb nomlangan holatga sababchi bo'lar edi. Buni o'ziga xosligi nima deydigan bo'lsak, yana aytganimizdek, boshida eritroid prekursorlarni zararlaydi dedik. Virus shuni hisobiga eritropoyet suyak ko'magi kamayib ketadi, ya'ni eritrositlarni ishlab chiqarish kamayib ketadi. Shuni hisobiga bemorda og'ir fetal anemiya sababchi bo'ladi va to'qimalarda kislorod yetkazib berish kamayib ketadi va shuni hisobiga yurak shikastlanyapti, ya'ni yurak yaxshi qonni haydab bera olmagani hisobiga to'qimada qon hajmi qolib ketib qolyapti. Shuning uchun mana ayiqchani ishkanligini ko'rsak bo'ladi. Buni hisobiga venoz bosim ortib ketib qoladi. To'qimalarda suyuqlik to'planib ketadi. Endi yana bitta kasallik turi, mana bu yosh katta odam turibdi, mana bu joyda yiqilgan holatda va tizzasini ushlab turibdi. Bu orqali esa bo'g'imlarda ham shikast yetkazib olishi mumkinligini bilsak bo'ladi. Ya'niki bo'g'imlarda artrit yoki uni og'riq artralgiyaga sababchi bo'lishi mumkin. Yana bir belgi, mana ikkita bola biri ikkinchisini yuziga tarsaka yoki shapaloq urayotganligi tasvirlangan. Bu ham bitta kasallik turi hisoblanadi. Ya'niki xuddi tarsaka urganda qizargandek toshma kelib chiqishi mumkin. Buni shu slappy cheek ham deyiladi, ya'ni shapaloq urgandek qizarish. Dastlab shu yuz sohasidan boshlanadi, keyinchalik o'sha tanani boshqa sohalariga, qo'l-oyoqlarga tarqalishi mumkin bo'ladi. O'zi umuman nimaga toshma chiqadi desak, ya'ni virus organizmga tushgandan keyin biz immun hujayralarimiz, ya'ni immunoglobulin M hamda immun komplekslarimiz va T hujayralarimiz bunga javob beryapti. Shuni hisobiga teri tomirlarida immunologik jarayon yuzaga kelib chiqib, toshma paydo bo'lyapti. Ya'ni umuman olganda toshma paydo bo'lgan paytda virus yuqumliligi ancha kamagan bo'ladi. Keyingi holat, mana bu joyda mana shkaf ichida suyak hamda samolyotda o'roq rasm turibdi. Buni o'ziga xosligi, ya'ni aplastik krizga sababchi bo'lishi mumkin. Ya'ni sog'lom odamlarda bu virus hech qanaqa qon kamayishiga sabab bo'lmasligi mumkin, chunki virus
eritrositlarning yashash muddati uzoq, virus zararlangandagi o'zini yo'qotilgan hajmni qaytadan tiklay oladi. Lekin surunkali gemolitik anemiyasi yoki mana shu o'roqsimon anemiyasi bor bo'lgan bemorlarda eritrositlar tez parchalanib ketyapti virus hisobiga va bularda o'zi eritropoyez to'xtagan hisobiga yoki sekinlashgan hisobiga bemor qon tahlilida gemoglobin miqdori tushib ketadi, retikulotsitlarning miqdori ham tushib ketadi va bemorda og'ir anemiyaga sababchi bo'lishi mumkin. Shu jarayon aplastik krizis deb nomlanadi. Aytganimizdek, torch infeksiyasi guruhiga kiradi. U degani onadan bolaga o'tishi mumkin. Homiladorlarda ya'ni shu fetal eritroid prekursorlar zararlangan hisobiga homilada fetal eritropoyez jarayoni buzilib kamayib ketyapti. Homilaning o'zida og'ir fetal anemiya bo'lishi, yurak yetishmovchiligi va shuni hisobiga aytganimizdek, hydrops fetalis bo'lib, bola kasallangan holida tug'ilishi ham mumkin. Diagnostikasi shu asosan qon tahlili yordamida yoki agar immunoglobulin M anti B19 tekshirilganda agar bu baland chiqadigan bo'lsa, yaqinda kasallik bilan chalingan yoki faol infeksiya borligi. Xuddi shuni anti B19 immunoglobulin G'ni tekshiradigan bo'lsak, agar bunda oldin infeksiya bilan kasallangan va unda immunitet shakllanganligi. Yana bir diagnostik usul bu PCR usuli, ya'niki immunosupressiv bemorlarda, aplazik krizislarda yoki fetal infeksiyaga chalinganlarda yaxshi foyda berishi mumkin bo'ladi. Davolash uchun maxsus antivirus preparat yo'q, faqatgina shu suyuqlik, istimaga, og'riqqa qarshi simptomatik davo berishimiz mumkin bo'ladi. Agar shu aplastik krizis bo'ladigan bo'lsa, ularda shu eritrosit massasi yoki umuman qon quyishimiz kerak bo'ladi. Virus haqida bo'lgan umumiy ma'lumotlar shundan iborat. Ya'ni mana bu joyda qisqacha qaytarilgan virusning umumiy xarakteri bir zanjirli RNKdan iborat ekanligi, linear ekanligi hamda qobiqsiz naked ekanligi va kichkina smallest virus ekanligi. Yuqish yo'li asosan nafas yo'llari orqali saqlab turishi, yuqish amalari respiratory, fomitlar. Fomit nima desak, bemor ushlagan buyumlarni boshqasi ushlaganda yuqib qolishi mumkin bo'lgan holat. Va keyingisi vertical transmission deyilgan. Bu degani onadan bolaga shu torch infeksiyalari guruhiga kirishi mumkin hisoblanyapti. Ya'ni torches yoki torch yozilarida T bu joyda toxoplasmoz, O ga others, ya'ni syphilis, varicella zoster mana parva virus shu O torchdagi O guruhiga kiryapti, bo'lyapti. R ga rubella, C dagi S ga cytomegalovirus hamda H ga esa herpes infeksiyasi kiryapti. Patogenezini aytdik, ya'ni virus organizmga kirgandan keyin asosan shu eritroid progenitor hujayralariga shikast yetkazib, eritrositlar ishlab chiqarishga, shikast yoki kamaytirishga sababchi bo'ladi. Keltirib chiqarayotgan kasallikni aytdik. Bolalarda shu hydrops fetalis sababchi bo'layotganligi yoki bo'lmasam yuziga toshma toshib shu slaptic feverga sababchi bo'lishi, bo'g'imlarda artralgiyaga sababchi bo'lishi bunga misol qilib berilgan edi. Diagnostikasida, serologiyasida PCR hamda ELISA qilinadi dedik. Davolash maqsadida supportive care qilinadi, ya'ni ki qo'llab-quvvatlovchi terapiya amalga oshiriladi.